Statistikada O'zbekistonda hayvonlar uchun yem ishlab chiqarish bo'yicha talab 120 million tonnani tashkil etadi. Lekin hozir O'zbekistonda ishlab chiqarish atiga 47 million tonna xolos. Bu degani asl talabning 40% ga qoplanmoqda. Lekin odamlar yem ishlab chiqarish qiyin va import mashinalar kerak deb o'ylaydi. Lekin bu odamlar o'ylaganidan ancha oson. Buning uchun sizga to'liq sistema kerak bo'ladi. Sistemada birinchi barcha mahsulot maydalagichdan o'tadi, keyin meshalkaga otib aralashtiriladi. Undan keyin granulalaydigan apparatga miqdorini o'lchab tashab beradigan nakopitelniy bunker bilan mahsulot tashlanib beriladi va nihoyat granula tayyor bo'lgach, pelletchalarni sovutgichga o'tkazib, soatiga 5 tonna granula yem ishlab chiqarsa bo'ladi. Va albatta tegirmon barcha mol, tovuq, qo'ylar va boshqa ferma hayvonlari uchun granula liniyalarini O'zbekistonda ishlab chiqaradi. Chet el va qimmat mahsulotlarga qaraganda oson va garantiya bilan xotirjam biznes qilmoqchi bo'lsangiz, tegirmon bilan bog'laning.